Assalomu alaykum do'stlar. Ushbu video aynan siz uchun, agar siz bir insonni ong ostidan qo'yib yubora olmayotgan, unuta olmayotgan bo'lsangiz, munosabatlar allaqachon yakun topgan, ammo siz hali ham uni o'ylab yurgan bo'lsangiz, ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Avvalambor, muammoni yechishdan oldin uni o'rganib chiqishimiz kerak. Qisqacha psixologik tarzda o'rganib chiqamiz. Xo'sh, nega sevib qoldingiz? Sevgi nima? Sevgi bu hissiyot emas, u miyaning neyrokimyoviy hodisasi, ya'ni u gormonlar ishi bilan bog'liq. Bu degani, siz u insonni ko'rganingizda sizdagi dopamin bilan oksitotsin miqdori ko'tariladi. Aloqa uzilganda, masofa tushgan vaqtda esa ushbu gormonlarning keskin pasayishi natijasida miya o'zida bo'shliqni his etadi. Endi shu o'rinda savol tug'iladi: nima uchun ba'zi munosabatlarda biz insonlarni tez unutib yubora olamiz, qo'yib yubora olamiz, ba'zilarini esa oylab, yillab eslab yuramiz, qiynalamiz, unutish muammosidan aziyat chekamiz. Birinchi asosiy sabab bu Zegarnik effekti. Psixologiyada shunday aytiladi, ya'ni bu tugallanmagan savollar, javobsiz qolgan dialoglar bilan bog'liq. Ya'ni nima uchun bunday bo'ldi, nimani his etdi, nega ketdi, men nega ketdim kabi. Ikkinchi asosiy sabab esa bu hislarni yuqori bo'lgani, ya'ni sizda umid, kutish, hayajon kabi hislar munosabatlar vaqtida ko'p bo'lgan bo'lsa, bu ham miyangizda o'sha insonni qo'yib yuborish texnikasini qiyinlashtiradi. Navbatdagi muhim sabablardan biri sizni ideal versiyangiz, ya'ni siz o'sha inson bilan munosabatda o'zingizni eng yaxshi versiyangizni ko'rgan bo'lsangiz, his etgan bo'lsangiz, bu versiyani sog'inasiz, u insonni emas. Xo'sh, nima uchun miyamiz qo'yib yuborishga qiynaladi? Birinchi sabab, miya tabiatan yo'qotishni yomon ko'radi. Ya'ni bir inson ketdi, tizim buzildi, dastur buzildi deb qabul qiladi uni miyamiz. Keyingi asosiy sabab bu tasavvur, ya'ni reallikdan har doim inson uchun tasavvur ustun turadi. Siz uni ideal obrazda tasavvur qilaverasiz. Va navbatdagi sabab albatta dopamin. Sizda chiroyli hislar bor edi, dopamin faol edi, bularni sog'inasiz. Navbatdagi savolimiz: kimlar sekin unutadi? Birinchisi introvert tipidagi insonlar. Chunki ular ong ostiga bir insonni chuqur kiritib yuboradi, yangi hislarni esa tashqaridan qabul qilishi, almashtirishi nihoyatda qiyin. Keyingisi esa empatiyasi kuchli insonlar qiyin unutadi. Ya'ni ular insonni emotsiyalarini yaxshi empatiyasi orqali, kuchli empatiyasi orqali his etib, eslab qolgan bo'ladi. Ularni kulishini, asabiylashgandagi holatini, hazillarini va hokazo. Keyingisi perfeksionistlar qiyin unutadi. Sababi ular savollar beraveradi. Qayerda xato qildim? Nega bunday bo'ldi? Ozib ketdimmi? Semirib ketdimmi? Pulim kamligi uchun tashlab ketdimmi? Va hokazo. Ya'ni perfeksionistlar o'zidan ayb qidiruvchilar. Va nihoyat so'nggi tip bu idealist romantiklar. Ya'ni bunday insonlar sevgini ilohiylik ramzi sifatida, buyuk bir ramz sifatida qabul qilgani uchun undan voz kechishni istamaydi. Ammo tipidan qat'iy nazar, ba'zi insonlar vaziyatni o'zi qiyinlashtirib, chuqurlashtirib yuboradi. Ya'ni unutishni qiyinlashtirib yuboradi. Demak, ba'zi xatolarga yo'l qo'yib, birinchi xato uni profiliga qarayverish orqali, ya'ni nimadir o'zgarishini kutaverish, uni profilini kuzataverish. Keyingi sabab, u inson ham agar sizni bevosita emas, bilvosita kuzatayotganini sezib qolsangiz, masalan, storylaringizda paydo bo'lib qoladi yoki orqadan sizni so'ragan, surishtirgan bo'ladi va hokazo kabilar ham unutishni qiyinlashtirib yuboradi. U bilan bog'liq har qanday atrof muhitdagi bog'liq narsalar ham unutish texnikasini murakkablashtirib yuboradi va asosiysi tugallanmagan dialog. Mana bu tugallanmagan dialog natijasida siz uni yillab eslab yurasiz, ochiq qoladi. Psixologlar mana shu tugallanmagan dialogni savollariga javobni o'zingiz topib qo'yishingizni tavsiya etadi. Unutishni osonlashtirish uchun albatta, ya'ni nega u ketdi? Sabab. O'zingiz real bir sabab bilan javob qaytaring bunga. Nega men ketdim? Javob toping. Psixologik faktlarga ko'ra, agar ertalab ko'zingizni ochganingizdan kechqurun yotguningizgacha bir insonni har kuni o'ylayotgan bo'lsangiz va bu 3 oydan ortgan bo'lsa, taxminan siz yana 7-8 yil o'sha insonni sevasiz. Ammo qo'rqmang, og'riqlar asta-sekin kamayadi. Xo'sh, bilib oldik. Endi savol: qachon unutamiz? Qachon unutamiz? Birinchi savol ideallik reallikka ko'chganida. Ya'ni o'sha insonni ideal obrazi biz uchun oddiy bir real holatga o'ta boshlaganida unutish boshlangan bo'ladi. Keyingisi almashinish. Ya'ni eski odat yangi odatni tashqaridan kirib kelishi, yangi sevgini, yangi munosabatni, yangi ishni, yangi o'qish, yangi hobbi va hokazo yangilikni tashqaridan kirib kela boshlashi, ko'payishi uni asta-sekin bo'shliqni to'ldirishiga xizmat qiladi. Endi navbat meditatsiyaga. Sokinxona topib o'tirib olasiz. Hech kim sizni bezovta qilmaydigan joy toping va toza havo u yerga kirib tursin. Mana shunday xonaga kirib oling. Hozir uni miyangizdan delete qilib yuboramiz. Ko'zlaringizni ohista yuming. Burningizdan chuqur nafas olib, og'zingizdan sekin chiqaring. O'zingizni bepoyon kenglikda his eting. Ichingizda og'riq bor. Mana shu og'riq butun tanangiz bo'ylab aylanib yuribdi. Bu og'riqni tan oling. Bu og'riq
sizni toza qalbingiz sevishga qodir bo'lgani uchun paydo bo'ldi. Undan uyalmang. Sizni yuragingiz pok, yagona, seva oladi. Va shuning uchun sizda og'riq bor. Bu og'riqlardan uyalmang. Ularni qismang, yashirmang. Tan oling. Ha, og'riyapti deng. Ha, og'riyapti, buni tan olaman deb ayting. Mana shu og'riqni tanangizni tark etishiga ruxsat bering. U asta-sekin butun tanangizdan oqib chiqib ketyapti. Mana endi o'sha siz ko'ngil qo'ygan insonni uzoq masofalarda yurganini tasavvur qiling. U uzoqlarda yuribdi, tumanlar ichida. Sizni qo'lingizda ip unga bog'langan. Mana shu ip sizni umidingiz, sadoqatingiz, sevgiga bo'lgan hislaringiz. Bu ipdan nafratlanmang. Uni yengil ushlang. Hech nima qilmang, ohista ipni tuting. Ip qo'lingizdan sekin sirg'alib chiqib ketayotganini his qiling. Men uni unutayapman deb ayting. Sevgan insoningizdan roziligingizni, uni yomon ko'rmasligingizni ayting. Men sendan roziman. Hayotimda bo'lganing uchun senga rahmat. Endi men ketaman. Men seni unutyapman. Undan nafratlanmang. Yig'i kelsa qismasdan yig'lab oling. Ana endi bo'sh qolgan qo'lingizni yuragingizga sekin qo'ying. Uni ohista silab ayting. Men o'zimga qaytyapman. Men o'zimni tanladim. Men og'riqlardan xalos bo'ldim. Chuqur nafas olib, ko'zlaringizni oching. Meditatsiya qalay ta'sir qildi? O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qo'ying. Bir narsani unutmang, xulosa o'rinda shuni aytamanki, unutish bu zaiflik yoki ojizlik, ilojsizlik emas, bu ongimizni o'zini asrash mexanizmi. Tabiiyki, unutish jarayonida miyada hosil bo'lgan allaqachonlar uyg'ongan hissiyotlarni izini o'chirib, mutlaqo yo'qotib bo'lmaydi, ammo unga boradigan yo'lni bloklash, to'sish orqali biz farovon hayotimizga yana qaytishimiz mumkin. Unutish mexanizmi nihoyatda qiyin ekanini tushunaman. Shunday bo'lsa-da, ijtimoiy faollikka intilavering, yaqinlaringiz, do'stlaringiz bilan uchrashing. Bular baribir samarasiz ko'rinsa-da, o'zini natijasini asta-sekin beradi. Yana bir narsani unutmang, faylasuflar aytganidek, ba'zi munosabatlar yechimsiz qolgani uchun ham go'zal tuyg'ularga aylanadi. Ya'ni bu go'zal tuyg'u siz unga erisha olmaganingiz uchun go'zal. Keling, uni go'zal, hayotingizda bir go'zal qismi bo'lib qolishiga ruxsat beraylik. Uni nimadir qilib, undan nafratlanib, unga bir yechim izlashga harakat qilmasdan, uni mana shu yerda qoldiraylik, go'zalligicha, go'zal sahifaligicha qoldirib, keyingi bosqichga hayotimizni davom ettirish uchun o'tamiz. Demak, o'zimizni ayblamaymiz, nafratlanmaymiz. Bu ilohiy tuyg'uni Alloh tomonidan bizga berilganiga faqat shukrlar aytamiz, o'zimiz bilan faxrlanamiz. Sevishga qodir yurak sizda bor. Demak, uni unutishni ham eplaysiz. Salomat bo'ling, videoga like bosib, fikrlaringizni kommentariyaga yozib qo'ying.